Men onamni eng kenja va eng dangasa keliniman. Voy aldamang, aytganingiz kabi emassiz. Blogingizda nuqul uylar yig'ishtirasiz deyishlaring ham mumkin. To'g'risi, meni uyim 3 ta farzandim bilan chisti bardakka aylanadi, lekin uborkani protsessini iloji boricha o'zimga osonlashtirishni xohlayman. Hozirgi paytgacha o'zimga eng a'losini tanlab kelganman. Hatto uborkalarda men uchun qulaylik va zararsiz narsa doim prioritetda bo'lgan. Rostini aytinglar, sizlar ham menga o'xshab kuchlaringni ham, vaqtlaringni ham kam ishlatib, lekin natijani zo'rini olgilaring keladi-ku. Shunaqa qulaylardan bittasi gazimi, chirkini, kirini va kuygan dog'larni bir zumda tozalab bergan Koreya mahsuloti Oxyprin salfetkasini men doim ishlatib kelaman. Bu gipoallergen universal salfetkani eng zo'r tomoni oynali panellarda va glyansiy kafellarda yuzlarini umuman dog'i qolmaydi, yo'llari qolmaydi, salfetkangiz izlari qolmaydi. Mana shunaqa yaltirab turadi. Bu salfetkani 3 oydan oshiq ishlatganim uchun plus taraflarini sanab o'tmasam bo'lmaydi. Qo'lingizga zarari yo'q, ortiqcha suvlar ishlatmaysiz, ortiqcha qo'shimcha sredstvalar ishlatmaysiz. Shunchaki bitta salfetkani suvga shimasiz, artasiz va bitta quruq latta bilan artib chiqasiz. Hech qanaqa iz qolmaydi degan gapim rost. Bitta ishlatib ko'ring, har doim, har kungi uborkingizda bu sizga eng yoqtirgan va qulay vositalardan biri bo'lib, uyingizda saramjon tutishga yordam beradi. O'zlaringizga yaqin supermarketlardan olsalaring bo'ladi.